Ketdik. Men bir joyni yaxshi bilaman. Qani kulib turing. Bu pistirma. Bilib qo'ying, bizni yenga olmaysiz osarlar. O'zingni bos, Knuckles. Bu yer Chao bog'i. Tokiodagi eng ko'p tashrif buyuradigan joy. Bizni bu yerda hech kim tanimaydi. Sen detektiv Pikachumisan? Ha, xuddi o'zi. Chindan ham. Pokemonga o'xshaysan. Komandir Walters. Sonic. Xudoga shukr, hammangiz tiriksiz. Savollaringiz ko'p bo'lsa Soch qizil va qoraga bo'yalgan jonzot. U yana kim bo'ldi? Shadunning hikoyasi senikiga o'xshab ketardi. Lekin sen oila va do'stlar orttirgan joydan u faqatgina azob uqubat topdi. Bu voqeaga 50 yildan oshdi. Hammasi Oklahomaga meteoritning qulashi bilan boshlandi. Meteorit tarkibida bir hayot shakli bor edi. Eng mukammal hayot shakli. Shadowning qudrati, uning xaos energiyasi har qanday tirik mavjudotdan ancha ustun edi. Uni kashf etgan olim bu kuch insoniyat uchun yangi davrni boshlab berishiga ishongan. Ammo Shadowning qudrati juda xavfli ekanligi isbotlandi. Dahshatli bir baxtsiz hodisa laboratoriyani vayron qildi va bir qancha insonlarning yostig'ini quritdi. Loyiha rahbari hodisa uchun ayblanib qamoqqa olindi. Loyiha to'xtatildi va Shadowni nima qilish kerakligini bilishmadi. Erkinlikda yurishi juda xavfli, yo'q qilish uchun esa juda qadrli edi. Shunday qilib, men uni konteynerga muzlatib qo'yishga muvaffaq bo'ldim. Noma'lum muddatga. Bir daqiqa. U 50 yil muz ichida yotgan bo'lsa, kimdir uni chiqarib yuborgan, shundaymi? To'g'ri, lekin Shadowning mavjud ekanini sanoqli kimsalar bilardi. Jonli tomoshami? Yashasin! Yerga oting. Tuxumli dronlarmi? Lekin robotnik allaqachon o'lib ketgan. Bu yana nimasi? Uzr, bugun shunda ham yetarlicha mototsikl quvdik. Komandir Walters. Komandir Walters. Tuzukmisiz? Sonic, buni olib qo'y. Nima bu? Kalit. Gan yaratgan eng qudratli qurolning kaliti. Uni saqlashni faqat senga ishonib topshiraman. Komandir Walters. Bo'la qoling tezroq. Perimetrni qo'riqlang. Tibbiy vertolyot yo'lda. Kirish kaliti yo'qolibdi. Ularga ishonib bo'lmasligini bilgandim. Nega Gandan qochib yuribmiz? Bir jamoa emasmizmi axir? Yetarlicha ma'lumot olmagunimizcha hech kimga ishonmaymiz. Ortimda.